şekli yabıngan İrkem senin gibi Özledim bağrım seni Yıllar boyu tiremerek Duyma sahrı menge duyma Bulat, men seni topdim, men seni gina izlab yurganman ekan. Bulat, ilhomingni sen qaydan olasan? İlham ol kütmegende kilede sen deyotgan ishingni tutasında ishlaysan. Men masalan İlham Shakirovning jillaridan olam. Alar chindan da shunday mo'ngli ham o'zgachalikli menimcha. Meni qiziqsindirgan aybirlar ko'p deyarlik. Alar tarjima etu, jirlar yozdiruv, shulay yo'q, turli qiziqli videolar yozdiruv. Umuman Tatar tilini popülerlaştırу benim için mühim aybir. Men buni o'zimga maqsad qilib qo'ydim. Bir yillik kanalni tushira oldimdan da bu benim zo'r bir maqsadim edi endi. Turli tatarcha videolar tushirib, qiziqli videolar tushirib, videolar qiziq bo'lmasa kishilar qaramaydi, shulay deydi. Shunga ko'ra qiziqli ideyalar bo'lishi kerak. Ham aytganimcha, bundan videolardan olam bu ideyalarni. Hammaning Bulat, mana sen Tingliq Ali degan proyektda boshlab yubording. Ham u bir necha kun ichida butun sotsial shetlarlarda borliqqa keldi. Hamda bir ko'p qarovchilar soni ortib ketdi. Mana sen bu to'g'rida narsa aytar eding? Salam do'stlar. Biz bugun Angliyadan kelgan do'stlar bilan yig'ilishdik. Ham ne uchun deysizmi? Albatta, tatar kuylarini tinglarga. Baribir tatar auditoriyasini avroq kebek tuyular menga yerga. Chunki tatarcha videolarni kishilar azroq qaraydi. Bulat, mana seni jirlov to'g'rida aytamiz. Mana sen o'zing qo'shondan boshlab jirlay boshlading ham. Nechuk sen qiziqsinib ketding shunday qiziqli videolar, jirlar yozdiruv bilan. Bas qizim pipa sindiridan to'xtasin. Men de kichkinadan jirlarga yaratam. Bizni mening aniyim muzika o'qituvchisi, u bizni turli konkurslarda qatnashtiraydi. U jirlarga o'rgatdi, meni shoid aytirga bo'lar. Shu umuman menga jirlarga bek o'xshay. Eng zo'r xiyolim u yaxshi tarjimachi bo'lish, albatta. Sinxron tarjimachi. Ham chet elga sayohat etish, Angliyaga sayohat etish eng zo'r xiyolim. Mana sen ana shulay tovushlantiruv bo'yicha da bir ko'p kunasining videolarini shifta onda qo'yib kirib ketding, ham uncha qiziqsinding. Tovushlantiruvga meni G'aziz Fattahning Bizning tajriba proyekti ilhomlantirdi. Aning shu tatarcha tarjima etgan videolarini ko'rib olib, menimda o'zimning ulushni kiritasi keldi bu proyektga. Chunki hozir bizning alayok alik momentda tatarcha tarjima etilgan anday chet el filmlari, multfilmlari yo'q deyarlik. Shunga ko'ra biz o'zimizning ulushni keltiradigan tatar tilini popülerlashtiruvga. Mening istabarlar GPS bilan bir qachonda yo'qolmayashaqmiz. Bulat, sen Tingliq Ali topshiruvida bir ko'p kina yulduzlarning kliplarini ko'rsatasan. Mana shu yulduzlar senga yozmalarni o'pkalab, nega ular chet ellik kishilarni ko'rsatasan, bizni ular bizga shotmadilar yoki biga shotdilar deb yozishlar bo'ldimi? Haligan yozishlar, aytib yozishlar bo'lmadi. Balki o'pkalaganlar da bardir endi. G'afurtni amansi uchun shotganlar bor. Ilnasa Fury'nin o'zining klipini qaraganlarini ko'rib, o'zining Instagram shillarida deyildi. Shotganlar bor, shunday qolgan kishilarning. Bulat, sen meni shoqqa tirasan. Shunday xatli proyektlarda qatnashishga sen qo'ydan kuch olasan. Hamma ular senga nenda bo'lsa foyda keltiradi. Masalan, Oqshavota yoqdan. Oqshavota foydasi yo'q, birinchi kirimda kirmayman menga. Hali momentda Og'ataba kanal biroz o'sib ketsa, balki ansida bo'lar. Umuman menga buning bilan shug'ullanish o'shay. Bulat, bilasizmi, men yongan ishim kelib o'tirgandim. Men ishim ilhomni izladim. Mening bir buyuk yaratgan kishimning tezdan tug'an kuni. Ne nechuk motor etib uni qutlarga ekan. Sen yordam eta olasizmi? Albatta. Aytaychi sana. Ayda. Tug'an kun, o'l tug'an kun, umrining bir mezgili,